Qalqonsimon bez kasalliklari erkaklarda ham uchraydimi? Qalqonsimon bez kasalliklari albatta erkaklarda ham uchraydi, lekin ayollarga nisbatan kamroq, ya'ni 5 ga 1 nisbatda uchraydi. Kam, lekin erkaklarda qalqonsimon bez saratoni ayollarga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Shuning uchun bemorlarga tavsiya qilamizki, o'sha 1 yilda yo 2 yilda bir marta shu qalqonsimon bezda ultratovush tekshiruvdan o'tish, lozim bo'lsa endokrinolog ko'rigi hamda o'sha gormonlarni topshirish endokrinolog tavsiyasiga binoan. Agar o'zgarishlar bo'lsa, albatta endokrinolog shifokor nazoratida bo'lish hamda davolanish tavsiya etiladi. Ayollarda ko'p uchrashining sababi O'zbekiston endemik zona hisoblanadi, ya'ni asosan Orolbo'yi, Xorazm bilan Qoraqalpog'iston endemik zonaga kirgizilgan. Ular bepul davolanish huquqiga ega. Shundan tashqari, ularda shunday imtiyoz bor. Ayollarda gormonal o'zgarishlar, yod qayta so'rilishida buzilishlar bo'lganligi uchun ayollarda nisbatan ko'p uchraydi erkaklarga nisbatan kasallik.